Gapir. Qur'on kitob ushlab qasam ichaman. Xo'jayinimga xiyonat qilmayman. Anvarni o'ylamayman, xayolimga ham keltirmayman, Anvar bilan gaplashmayman, ham yuziga ham qaramayman. Etak boshqalarga ham vobshe gaplashmayman, gapirmayman. Xo'jayinimga xiyonat qilmayman. Agar mabodo yeslicha boshqalar bilan gapirib qo'yib, Anvar bilan gaplashadigan bo'lsam, bu Qur'on kitob Alloh tomonidan oilamga, onamga, singlimga, ikkala singlimga, momamga, bolamga va o'zimga tegsin. Agar men Anvar bilan xiyonat qiladigan bo'lsam, xo'jayinimga, bolamga ham tegsin, yetan avlodimga ham tegsin, qarg'ishi nima bo'lsa bo'lsin kancha. Bismillah. Alloh uchun shu videoni oxirigacha ko'ring, ahvolni ko'rib turibsizmi? Bizga ham havas emas, har bir video sizlar uchun chiqarishlik. Shu iloyim oxirgi videomiz bo'lsin. Ko'rib turibsiz holatda badaningizga nimadir tiqib, siz 1 soat uxlolmaysizmi? Shu qizimiz salkam 2 yildan beri kasal bo'lib yotibdi. 20 ming dollar kerak, 10 kundan bariga hali o'ziga kelmayapti. O'ziga kelsa ham sudurga berib, qiz bechora 2 soatlab sudurga bergan holatlari bo'ldi. Nima deyishga to'g'risiga til ojiz bo'lib turibdi. Holatni ko'rib turibsizlar. 20 ming dollar pul yig'aylik, biz tezroq Turkiyaga qarab ketaylik. Bugun chorshanba bo'ladigan bo'lsa, 3 kunlik yakshanba kuni shu pulni yig'ib biz Turkiyaga qizimizni davolataylik. Hadicha qizimiz yoshi 10 yoshda, kasalligi boshidan biz operatsiya qilib chip qo'ydirishimiz kerak. Juda ham zarur. Alloh uchun shu videoda oxirigacha ko'ring hamda kommentariyaga xohlagan insoningizni belgilang, ehson qiladigan insonni belgilang. Shu videoda istoriyangizga qo'ying, yaqinlaringizga ulashing. Qo'lingizdan kelmasa shu ishni qiling, hech bo'lmasa Alloh uchun shu savobga sherik bo'ling ilohim. Jannatlarda Xudoim shu qiz tufayli balkim shafoat olib kirib ketarsiz. Shu qiz uchun, shu qiz duolarida sizni eslar balkim. Har biringizni eslaydi Xudo xohlasa. Pastda katta nomerlar turibdi. Telefon nomerimizni ham qoldiramiz. Ishonmaydigan bo'lsangiz Qo'rg'on-Tepani jonlantirish bo'limida yotibdi. Kelib onasini o'ziga qizning holatini ko'rib, ehsoningizni qilib keting. Hammalarda ilohim jannatlarda shu qiz bilan birgalikda ko'rishni nasib qilsin. Qilgan ehsoningizlarni Alloh o'z dargohida qabul aylasin. Bitta normalni qilig'i bo'ladi mana. Ana. Bu sho'pirko'liklar qilig'i. Tavba qila, tavba. Nima qilyapsizlar? Nima ahvol bu? Ana shu boki har 500 metrga shunaqa qilib chiqishgan. Mazza qilyapsizlarmi? Sakratib mazza qilyapsizlarmi? Mazza qilinglar. Yo'lchilar qayerga qarayapsizlar? Har 500 metrga ana shelar mana nima kerak mana. Ana mana. Sakratib nima qilmoqchi bular? Yo'lchilar qaranglar. Ha, bir yuzini ishi sanab kelmoq. O'qiyapsan, ana bittasidan sakradi. Ana qarang, sirada ikkinchisida. Xudoyim, nima ahvol bu, nima qilig'i bu ana? Ana shofer kondaman. Ana shunaqa boki. Bir 100 tami qo'yib chiqqanlar shofer kon. Ana shera bu nima kerak ana? Bu bilasizlarmi kim? Bu qo'li qichigan, pravasi yo'q, mashinasi ham yo'q. Amakilarning ishida bu. Ana yerdan o'tirib olib, chiqib oladi skameykaga, keyin tomosha qilib o'tadi. Qanaqa sakrab o'tirishini mashinalarni.